Assalomu alaykum gruppamiz kanalimiz a'zolari. Bugungi kunimiz o'tib bo'ldi. Kech payti bo'lib qoldi. Kech payti video qilish o'rganib ham qoldik-ku. Xayrli barakatli bo'lsin. Qatorda teplitsaga keldik. Benjaminlar o'ta chiroyli ekan. Bir qator nima qilish uchun video qilib qo'yapmiz. Benjaminlar bor ekan. Katta kichik qora fikslar bor. Narxini bir qator bilib qo'yaman, egasi bilan gaplashib, egasi nomerini berib beramiz. Agar kerak bo'lsa, bemalol ofislarga, uylarga, zallarga qo'ymoqchi bo'lsanglar, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Meni nomerim 94lik doimgidek. 94lik 437 08 80. Bu yerda sheflerlar bor ekan, katta. Eng anaqasi mana. Meni bo'yim 1.70 ekan, 1.5 metr sheflerlar bor. 1 metrli shefleri Benjamin bor. 1.5 metr Benjaminlar bor. Qorasi oqa keyin fikslar bor, buket soatlari bor. Ko'rishingiz mumkin. Dehqonni qo'li dard ko'rmasin, duo qilib qo'yasizlar, like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib tashlaysizlar. Tayyor tuvalarga ekilgan bular hammasi. Tuvalarda bemalol aloqaga chiqib so'rasanglar bo'laveradi. Ko'rishingiz mumkin, oxirigacha Benjaminlar bor. Hammaga yetadi. Vohaga bo'lsa, vohaga ham dastlabki xizmatlari bor. Isuzilardan berib yuboryapmiz. Katta gullarda pochta qilinmaydi. Katta gullar Isuzilardan berib yuboriladi. Buni shunday berilmaydi, tepasiga setka bilan ko'tarib turib berib yuboriladi. Benjamin ko'rishingiz mumkin. Chiroyli. Barglari ham tiniq, chiroyli. Undalik dehqonlarimiz nima deydi? Hozir kech bo'lib qoldi, kech paytda ham video qilib qo'yyapmiz. Barglari ham katta. Buket sortlari. Haligi artib pardoz qilingan joyi yo'q. Chiroyli o'sayotgan narsa. Ko'proq oladiganlar ham bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Kelib gul bilan biznes qiladiganlar bemalol kelishib foydalansa bo'ladigan joyi bor. Bitta Benjamin qora unaqa emas, deb uni gitara sorti ham bor. Shu tarafga o'taman hozir. Tezroq yuraveryapman, xafa bo'lmaysizlar. To'g'ri qorong'u bo'lib qoldi. Zakazimiz borligi uchun majbur keldik. Lekin kelganlarga afsus emasmiz. Gullar o'ta chiroyli. Tanlab o'zimizga yoqqanini olib kelib bemalol tanlab olishingiz mumkin. Egalari yaxshi ekan, qaranglar, o'ta go'zalda. Bunaqasi bozorga chiqmaydi. Bunaqa chiroyli. Bahorga tayyorlashib qo'ygan, lekin sotishaveradi. Ya'ni oshchi pulni hammaga kerak emas edi. Bemalol kelib tanlab olishingiz mumkin. Jo'natib yuboring desanglar, mana jo'natib yuboradi. 1 metrli Benjaminlari bor. Qisqasi 50 mingdan boshlanadi bu Benjaminlar. Kichiklari 1 metrli 50 ming so'm atrofida. Yana gitarasi ham bor. Gitara ham shunday qimmat emas. Shoxlagan. Dehqonda, bu dehqonligi uchun qimmat aytmaydi. Gitaralar ham katta bo'lib ketgan. Bemalol nima qilishingiz mumkin. Aloqaga chiqib Benjaminlar, gitaralar hammasi bor. Qizil fikslar ham bor. Bemalol aloqaga chiqib nima qilish mumkin. Kichikroqlar ham bor, bunaqa gitaralarni. Bular yerda ekan, xudo xolasa shunisi yoqdi desanglar berish bor. Qaranglar, baraka ham katta. Qaranglar, baraka kattaligini. Yerda o'syapti. To'laga ekib qo'ygan Benjaminlar. O'ta go'zal ekan, chiroyli ekan. Kimga nechta kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib so'rasanglar, dehqon nomerini ham beramiz, bemalol kelib olib ketaverasizlar. Biz hozir tanlaganimizni bir qator ko'rsatib o'tamiz. U Toshkentga ketayotgan guldi hozir. Mana holati chiroyli, ko'rsatamiz. Like bosib, dehqon qo'lidagi kommentariyaga yozib ketinglar. Qaranglar, o'ta chiroyli. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.